Mana bizim mashinamiz. Biz mana shu bog' ichida. O'sha avtodomda yotdik. Aylanasi bu, men tolmikan desam, zaytun bog'i ekan bu. Tanasini turishi tolga o'xshaydi. Lekin shunaqangi katta ekan. Qoyil qoldim. Mana shu zaytunni tanasi bo'lar ekan. Barglarini tolga o'xshatib yubordim uzoqdan. Mana. Bu endi eski necha yilgi zaytunlar. Mana tanani qaranglar, chirib ketgan, pok bosib ketgan mana, pok bo'lib. No, yaxshigina ko'karyapti. Bizda tolni kallaylaydi, o'shanga o'xshab buni ham kallaylab qo'yar ekan. Lekin meva sopdi, meva endi pishadi shekilli. Mana mevalari. İçki tomoni masjidda. Mana shu masjidda ichki tomoni. Asosan mana qirg'oqlar qara, adirlar yo'q. Alifga bog'liq. Yo'q. O'shaqa qaytyapmizmi yana? Mana aytdim, o'ngga kirib ketamiz. O'ngga kirib ketamiz. Ha. Qishloqlarning ichida. Ba'zida o'ylab qolaman. Nimani? O'zlari bilarmikan shunaqa chiroyli joyi borligiga? Ya, biladi.